o'ylayapti-da. O'ylayaptiki, inson o'sha halol harom yo'l bilan dunyoda orttirsam, million dollar qilsam, baxtli bo'laman deb o'ylayapti. Dindan voz kechib qo'yib. Bu odam baxtli bo'lmasligini Robbimiz subhanahu va taolo xabarini beryapti. Mana kechagi talabalarda Steve Jobsning qilgan nasihatini o'qib berdim sizlarga. Dunyodagi ana shu biznesning cho'qqisiga chiqqan Steve Jobs desa, biznes olamidagi muvaffaqiyatning ramzi bo'lib qolgan odam dunyodan ketayotib aytayaptiki, dunyoda to'plagan shuncha obro'yim, shuncha boyligim o'lim degan haqiqatning oldida hech qanday qadr qiymatga ega emas ekan deyapti. U umrini boy berdi shu dunyo topish uchun. O'sha boyaga dindan yuz o'girib qo'yib, faqatgina moddiy farovonlikni quvdi. Shunga yetsam baxtli bo'laman deb o'yladi. Umrini berdi. Topdi boylikni, ammo o'zi istagan saodatni topmadi. Va topmaydi ham. Nima uchun? Robbimiz aytayapti, kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas unga tanglik hayoti bo'ladi deyapti. Shuning uchun birodarlar, o'novi palonchi din bilan ishi yo'q, harom qarishdi, pishlamay yeydi, ibodatdan uzoq, dunyosi ko'p bo'lganini ko'rib turib, shuna hayoti zo'r demaydi. Chunki insonni yaratuvchisi bo'lgan Xoliqi Alloh azza va jalla aytayapti, dindan yuz o'girdimi, uni hayoti tang bo'ladi deyapti.